Quyidagilarni yaxshilab eshiting. Birinchisi bu. Uzoq vaqt mobaynida davolashga qaramasdan o'tib ketmaydigan yo'tal, ko'krak qafasidagi uzoq vaqt mobaynida og'riq yoki balg'amning ko'payib ketib, balg'amga qonning qo'shilib kelishi, sababsiz ozib ketish, sababsiz temperaturaning ko'tarilishi, qorindagi har xil uzoq vaqt mobaynida o'tmaydigan og'riqlar yoki ovqat yeganingizda tez to'yib qolish yoki ovqat yeganda qayt qilish, ya'ni qusish, axlatning qorayib qolishi, axlatda qonning kelishi yoki ichning suyuq kelishi yoki zapor, ya'ni ichning qotib qolishi. Bular hammasi saratonning boshlanishidan belgi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bularni men boshqatdan sizlarga aytib berdim. Bunaqa agar belgilar paydo bo'ladigan bo'lsa, onkologga albatta murojaat qilinglar. Chunki bu belgilarni bilish siz o'zingizni, hayotingizni yoki yaqin bir insoningizni hayotini saqlab qolishga olib kelishi mumkin. Onkologdan qo'rqish kerak emas. Tekshirish kerak bo'lsa, albatta tekshiruvdan o'tish kerak.